Tailandga kelib bunaqa maza qilaman deb o'ylamagandim. Salom, bu meni Tailanddagi birinchi kunim. Ertalab uyg'onib mehmonxona oynasidan Bangkok manzarasini tomosha qildim. Shahar allaqachon uyg'ongan, hayot esa qaynayapti. Hozir nonushta qilish uchun mehmonxonami restoranga tushdim. Bu yerda qaranglar. Vau. Dahshat. Restoranda shirinliklardan tortib men ilgari ko'rmagan tropik mevalargacha bor edi. Просто идеальный tong o'rtoqlar. Идеальный tong. Qorintoyda ham ketdi, endi esa sayohat boshlash vaqti keldi. Bu yerda metro tizimini BTS deb atashar ekan. Metro kartasini sotib olib, Bangkokning eng mashhur joylaridan biriga yo'l oldim. Metrosiga ham o'sha deyarli o'rganib oldim. Unaqa qiyin emas ekan. Metroda qariyalar va homiladorlar uchun alohida joylar ajratilgan ekan. Hamma yoqda hashamatli ibodatxonalar, Tailand bayroqlari va Tailand milliy libosi chutday kiygan sayyohlarni ko'rish mumkin. Va albatta afsonaviy tuk-tuk. Ko'pincha Hind kinolarida ko'rgan transportimni nihoyat jonli ko'rdim. Va men izlab kelgan joy mashhur Vatarun. Instagramda ko'p ko'rgan edim, bugun esa uni o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. Vaqt o'tkazish uchun mashhur street food rutini tatib ko'rdim. Yupqa qovurilgan xamir bo'lib, odatda banan, tuxum yoki shokolad bilan tayyorlanadi. Tailandga kelsangiz albatta sinab ko'ring. Keyin kokos suvini ichib ko'rgandim. Rostini aytsam, umrimda ichib ko'rgan eng bemaza ichimlik bo'ldi. Hatto yeb ham ko'rdim, baribir yoqmadi. Tailandda yana bir mashhur taomlardan birini tatib ko'rdim. Mazasiga gap yo'q. Shunday qilib kun qanday o'tganini sezmay ham qoldim. Kech tushdi va kutilgandek Vatarun tungi jozibasini namoyish qildi. O'rtoqlar o'sha mashhur tuk-tukka chiqib ko'ramiz. Tuk-tuk men o'ylagandan ko'ra qiziqarliroq ekan o'rtoqlar. Chunki mototsiklda yursangiz sal xavfliroq, mashinada uncha qiziq emas-ku. Bu tuk-tuk o'shaning o'rtasi, ham mashinada emas, ham mototsikl emas. Juda ham qiziqarli ekan. Keyingi manzil Bangkok Chinatown. Aynan shu yerda Lisani Rockstar klipi suratga olingan. Instagram storieslarimni ko'rib, tailandlik do'stlarim uchrashishga chaqirishdi. Yana tuk-tukka chiqib yo'lga tushdim. Tailandlik do'stlarim bilan birga sayr qildik, mazali ovqatlandik, massaj oldik va Tailandning tungi klublarida haqiqiy Thai vibe'ini his qildik. Bugungi kun ajoyib o'tdi. Ertaga sizlar bilan birgalikda yanada qiziqarli joylarga boramiz. Xayr.